oilani 2 kishi quradi, 2 kishi asrab avaylaydi, 2 kishi hayot kechiradi va o'zlari esa vaqtlar o'tib mana shu o'zlari barpo qilgan oilaning baxtli qahramonlariga aylanishadi. Biz har doimgidek eng baxtli oilalarimizni ko'rsatishda davom etamiz. Barchaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oqshom xayrli bo'lsin. Ilgarilari video kliplar bo'lmas edi, faqatgina musiqiy nomerlar va deylik Favvora, Majnuntol va go'zal xirom aylayotgan raqqosa. Bugungi qahramonlarimiz bizning ko'zimiz bilan qaraganda umuman o'zgarishmagan. Xalq ham ularni yaxshi ko'radi va albatta bugun ularning baxt siri bizga juda ham qiziq bo'ladi. Xoreograf, baletmeyster, O'zbekiston xalq artisti Rushana Sultonova va O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, xonanda Shuhrat Vohidov turmush qurganlariga 25 yil bo'lgan. 2 qiz va 1 o'g'il farzandlari bor. 6 nafar nabirasi ularga bobo hamda buvalik maqomlarini ham taqdim etgan. Bahorda charxlangan raqqosani sahnada uchratgan hofiz yigit qissasi hammaga qiziq bo'ladi. Shuning uchun birgalikda ko'ramiz. Yoqadimi o'z intervyu berish, savollarga javob berish, oilaviy sirlarni ochish. Har doim sal nima deydi, muxlislar bizdan uzoqlashmasligi uchun ozgina sir ham tutib turish kerak. Rushana opa, mana shunaqa grafikingiz tig'iz. O'zi qachon oilaga vaqt ajratgansiz mana shu yillar davomida? Bo'lganmi shunaqasi bir butkul oila bilan mashg'ul bo'lganingiz? Pandemiya. Как сейчас? Pandemiya bo'lmasinu, В пандемию мы все сидели дома и занимались только своей семьей. Вот. А так, конечно, старалась уделять и семье внимание, и работе. Но работа, конечно, у меня была на первом месте, потому что я всегда любила танцевать, но семья тоже на первом месте. Поэтому вот как весы. Больше работы, побольше потом семья. Где-то так. Xo'p, endi hozir yoshlikka qaytamiz. Baribir yoshlikni, bolalikni eslash yoqimli bo'ladi. Aslida balkim bu borada qaysidir intervyularda balkim gapirib bergandirsiz, bizga ham qiziq lekin. Umuman olganda sizni oila qurishingizga turtki bo'lgan vaziyat yoki jihat yoki qandaydir bir voqea. Birinchi tanishuv jarayonimi yoki nimami? Yaxshi ko'rib qolgan daqiqangiz. Ha. Endi birinchi nima bo'lgan, men endi bilardim. Studiyada nimalarda ko'rib turardim. Buni ustozi bir 5-6 ustozi bor. Ma'mura Ergasheva, Viloyat Aqilova, Galiya Izmayilova, Bernara Kariyeva, hamma buni ustozi. Ko'pincha ko'p xalq artisti, SR xalq artistlari. Shunga Viloyat opa bilan bular bitta nomer qo'yish kerak edi, raqs qo'yish kerak edi fors tilida. Eroncha. Rosa qidirishdi xonanda. Rosa u yoq qidirishdi, keyin Viloyat opa aytdilarki, bitta xonanda bor, yaxshi ijro etadi fors tilida, keyin mana shuni nima qilaylik. Lekin men zaslujniy emas. Bu xalq artisti. Keyin Viloyat opa chaqirib qoldilar, uylariga bordim. Shuhrat, вот Rushana, знаешь, yo'q, taniyman, bular bunaqa dedim. Shu qo'shiq mana shunaqa bir nima qilishing bormi shunga? Shu nimada amanda bor edi, eroncha ham, tojikcha ham, boshqa. Keyin berdim. Bular eshitib ko'rishdi, bularga rosali yoqdi. Men yo'qman, bular keyin raqs qo'yishdi. Shundan keyin shu nima bo'lib, Tanishuv bo'lib ketdi. Konsertlarga birga chiqib shunaqa. Yaxshi. O'rtangizdagi yosh farqi qancha? 4 yil. 4 yil. 4 yildan sal ko'p. 4 yil, 4 yil. U qaysidir vaziyatlarda bilinadimi yoki bilinmaydimi, Rushana opa? Yosh farqi. Знаете, я о годах вообще не думаю. И раньше не думала, сколько мне, сколько ему, сколько. Поэтому я думаю, вот как ты себя чувствуешь, насколько ты себя чувствуешь лет, столько тебе и есть. Вот мне так кажется. Поэтому у нас так. Farq sezilmaydi. Sizcha Lekin ko'p joyda aytishadi, necha yosh kattasiz Rushana opadan deyishadi. Bu mendan katta bo'lmaydi. Вот я только тогда чувствую, когда он говорит это, скоро Rushanadan тебе so'rashadi. юбилей. Nechinchi Скоро у yilsiz, тебя вот сколько вам lет, столько-то. Shuhrat знает deb qo'yadi. Keyin men ham sekin qo'shib boraman ozgina. Mana shuncha yildan keyin men shunchaga kiradi deb qo'yaman bu joyda.
o'zi aslini olganda yoshlar mavjud emas. Yoshlar mavjud emas. Yosh mavjud emas. O'ylash kerak emas ekan O'ylash kerak yosh. emas. Shunaqa. Biz o'zimizga o'zimiz yoshni qo'yib olganligimiz uchun yoshimizni bilamizda. Aslida umuman hisoblamasak biz hech qachon qarimaymiz. Da. Qolaversa, sevgi ham yosh tanlamaydi deyishadi. Sevib qolgan inson uchun uning millati, yoshini hech qanday ahamiyat, kasbini ahamiyati yo'q. Bitta jihati bor, aytaman, endi mana hozir rus tilida gaplashyapti. Endi sal nima deydi, rus zabon, rus maktabini tugatgan. Lekin hamma mana bu tanovar deysizmi, munojat deysizmi, hamma maqom, klassika nimalarni juda ham yuqori darajada o'ynab nima qiladi, xalq biladi-yu buni nimasida. Yoki Sherali Jo'rayev nimaga tanlagan, Bahor ayyom, ular hammasini Rushan. Lekin nima deydi? Raqsi milliy nima qiladi, lekin tilni bilmasdan turib qanaqa o'ynash mumkin deb men ham ichimda bir xil nima qilaman-da. G'ulom aka ham gapiradi. Har bitta aytgan G'ulomjon Yoqubov mana yaqinda konsertda Rushana o'ynash kerak. Rushana aytadiki, "Mani o'quvchilarim bor, keyin eng zo'rini nima qilaman desa, yo'q, Rushana bu Rushana deb chiqaradi. Har bitta qo'shig'imni shundoq ana qilib gapirib beradi" deganiga men ham bir o'ylab turaman. Qattan bu gapirar ekan, bu tilni bilmas, qattan biladi. O'shanga aytadi-yu, tanец, да, как ты любишь говорить, не имеет языка. Или ты должен знать языk tanца deydi. Вот так тоже есть. Да. 25 yildan beri birga hayot kechirasiz. O'sha boshidagi hozir boshlangan Shunaqa. 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 25 yil katta muddat va o'sha Medal berish kerak. sizga ham o'shanib qolgan. Va qanaqa medal berish kerak? Nima deb o'ylaysiz? Ha? Qanaqa medal berish kerak? Masalan, medalning nomi Chidamlik. sabrli. Sabrlik. Sabrlik medalini berish kerak. Sizga topshirish kerak. Sizga topshiramiz. Xarakterlari Men o'zimni salpab nima qilmasam bo'lmaydi, bo'lmasa mana o'shan to'g'risida ko'pincha. Почему? Nima uchun? Почему? Вот Kimni спросите. xarakter? Я кто по знаку зодиака, сейчас он скажет. Вы, наверное, почему. скорпион, нет? Нет. Нет. Ilon. Men yaqin keldim-da, baribir. Ilon yili. Men ham ilonman lekin. Ayollar iloni bu boshqacha u. Ha, boshqacha bo'ladi. Urg'ochi ilon yomon Ya, bo'ladi. ya, ya. Ayollarniki boshqa ular. Buyuk raqqosalar texnikasi tufayli emas, balki raqsga bo'lgan muhabbati tufayli taniqli va sevimli bo'ladilar. Oshxonadan biz bevosita qahramonlarimizning eng sevimli maskaniga o'tib olamiz, chunki odatda biz birinchi lokatsiyada oila haqida gaplashamiz, muhabbat haqida gaplashamiz. Bu yerda esa kasbga doir savollar bilan murojaat qilmoqchimiz. O'zingiz ko'rib turganingizdek, xoreografiya, O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi va bugun biz bu yerda xalqimizning sevimli raqqosasi, go'zal raqqosasi Rushana Sultanova bilan alohida suhbat qilamiz. Ketdik. Да, все, и этот кого-нибудь, чтобы девочек, студентов, пусть придут. Да, вот заходят. Все. Один еще, потому что один здесь есть, один принеси, два будет, два из Сусани и Дельдори. Один здесь есть, один еще. Ты здесь оставил? Да. Вот, поэтому Rushana opa, kechirasiz. Yaxshimisiz? rahmat. Bizda qilmadikmi? Bizda kameralar ikkalamiz ko'rsatuv, reportaj qilamiz va sizdan so'ramoqchiman. Kayfiyatlaringiz qanaqa? Tadbirga tayyorgarlik вы же qanday видите, ketmoqda? кофеят Зор. Я прям очень радуюсь. Почему? Потому что наши педагоги, мы пришли на праздник, попали на праздник, у нас идет Навруз. Навруз в Академии хореографии, Государственной академии хореографии. И здесь наши педагоги, которые
работают, учат, преподают нашим студентам. Здесь концертмейстеры, которые играют, которые музыку преподают. Здесь сотрудники. И для них сегодня праздник, а они такие радостные, они такие довольны, поэтому и я довольна. Aha. Hozir men jarayonni kuzatyapman. Siz nozikkina, go'zal ayol, lekin butun tadbirni boshqaryapsiz. Hamma bilan gaplashish, hamma bilan suhbat qurish, san'atkorlarni kutib olish. O'zi ish rejimingiz qanaqa, sizni ish tartibingiz kun Вот qanaqa такой режим. boshlanadi? Туда-сюда, Har doim shunaqami? туда-сюда, туда-сюда, да. И вот такой режим. Aha. Поэтому O'zi soat nechidan в форме. boshlanadi ish kuningiz? Вы Suda. знаете, график никак не могу, потому что у нас не Ненормированный. нормированный. Kasbingizni eng qiyin tomoni, самая трудная вот черта вашей работы. Если мы любим свою работу, все трудности позади. Как говорится, все трудности преодолимы. Самое главное — любить работу, любить от души и... Ой, сейчас, извините. Savollarim qoldi. Shuhrat aka har doim umr yo'ldoshlariga yordam beradilar ishlarida, to'g'rimi? To'g'ri. Bugun ham Rushana Sultonova boshqa hamma narsaga, lekin sizning yordamingiz, siz baribir hech narsani uddalay olmasalar kerak. Sizning himoyangiz, sizni Shunaqa joyi bor, yordamingiz zarur albatta. Shunaqa joyi bor. To'g'ri. Ular sizga qanaqa ko'mak beradilar? Sizni bilamiz qanaqa ko'mak berishingizni. Qanday kuch beradilar sizga? Mangami? Sahnada, ish paytida. Ochig'ini aytganda bir narsa, masalan, yozayotgan bo'lsam, qo'shiqmi, shunda bir nima bo'lsa, Rushanaga aytaman, как ты думаешь, mana shu qo'shiq nimami yoki studiya yozib kelsam eshitiraman, u aytishi mumkin. Men bu yerda sal mana bunaqa qilsa bo'ladi, mana shu joyda yordam beradi. Tushunarli. Мы друг друга. Yoki Rushana bironda raqs qo'ysa, postanovka qo'ysa, oxiri bo'lgandan keyin masalan aytishi mumkin. Садись вот сюда, вот посмотри, как ты думаешь, вот так хорошо или вот так хорошо deb nima qiladi? Fikr so'raydilar sizdan. Mandan balet bo'yicha ham fikr so'raydi, men qo'shiq bo'yicha undan fikr, so'raysiz. как зритель nima deydi? Tashqaridan bittasi nima qilsa to'g'ri nima bo'ladi-da. To'g'ri. Sizga rahmat. Unday bo'lsa, hozir tadbir boshlanyapti va biz sizni kuzatib qo'yamiz. Rahmat. Tandagi jonim qadar, har lahza onim qadar, yuragimga yaqinsan, yuragimga yaqinsan. Xo'p, siz ularni baribir yaxshi ko'rganligingiz uchun ularni qaysidir og'ir xarakterlarini baribir sabr qilasiz. Bu oila, chidaysiz va shuning uchun ham siz birgalikda hayot kechirasiz. Mana shu yillar davomidagi hayotda qaysi biringiz ko'proq sabrli bo'lgansiz? Ochig'ini, to'g'risini aytadigan bo'lsangiz. O'zlari. Menimcha men bo'lsam kerak. Nimaga bunday deyapman? Chunki baribir Shuhrat aka sizni o'sha 25 yil hozir orqaga qaytaradigan bo'lsak, o'z davrining eng kelishgan yigitlaridan bo'lgansiz. Ayniqsa, ayollar o'rtasida Shuhrat aka deb o'zimni o'zim tomdan tashiyman deganlari ham ko'p bo'lgan, to'g'rimi? U paytda bunaqa nimalar bo'lmaganda, buildinglar bilan. To'g'rimi? Baribir bu borada ayol kishi ham sabrli bo'lish kerak-ku. Rashk Вы borasida. ревновали, Shuhrat aka, к красивым девушкам? Конечно. Конечно. Но доверяй, но проверяй, как говорится. Проверяли? Нет, ну не проверяла, но и доверяла, и... Anavi bitta kino bor-ku, Garoxov to'g'risida. Endi anavi qizlarga idiyomchi degan Fyodor deydi-ku. Orqada turib olgan bo'ladi, ikkita uchta bolasi bilan. Fyodor, xuddi shu. Mana sizlar san'at vakillari sizlar. Ikkita inson oila qurgandan keyin deylik, ular haqidagi yaxshi xabar ham tez tarqaladi. Hamkasblar orasida yomon kelishmovchiliklar ham. Sizlar haqingizda qanaqa turmush qurganingizdan keyin gap so'zlar bo'lgan? Uni sizlar bilasizlar-da. Yo'q, endi o'zingiz eshitasiz-ku, unaqa emas deysiz-ku baribir.
yoki shubha qilganlar bo'lganmi turmushingizga? Chunki siz o'sha oila qurganingizda biz hali yosh bo'lganmiz deb bilmaymiz. Boqchida. Ha, yo'q, 25 yosh bo'lsak, men endi 2 oylik bo'lganman. Yo'q, man endi eshitmaganman. Что-нибудь слышали о нас негативное или что-нибудь такое? А Вот. ваши И паре? которое нам не понравилось, что это сплетни. Oldin temir yo'l nimasida ishlardim, generalniy direktor bo'lib. Shu kreslodan chiqarish uchun yolg'on mishmishlar ko'p bo'lgan, keyin yetib kelgan. Ha, o'zingizga nisbatan bo'lgan. O'zimga nisbatan. Ha, lekin Lekin oilangiz u narsa bo'lmagan, yemagan somsaga deydi-ku. To'g'ri. A borishlar ishonib, endi uni nima deydi, vaqt ko'rsatadi. Нет, вообще я хочу сказать, что искусство это такое без разговоров, без всяких сплетен, как говорится. Это не бывает. Это кто-то о ком-то всегда говорит. Не только и народ, и все. И если это слушать, то лучше не быть в этой профессии. Поэтому лучше не слушать, а идти дальше, работать и над собой работать, да, творить, как говорится, и все. А все остальное зачем? Нужно лишнее отбрасывать, только хорошее притягивать к себе. uzugingizni ko'rsating, Shuhratiga hozir e'tiborimni tortyapti-da uzuklari. Uylanganlar mana bu barmoqqa taqishadi-da o'zi odatda aslida. Bu uzukka hozir man aytaman, necha yil bo'ldi? 25, 24 yil Bu bo'ldi. to'yingizdagi To'yingizdagi uzukmi? uzukmi? Rostdanmi? Buni Amerikada nima qilgandi? Qo'limdagi uzuk, endi bilmayman, mumkinmikan, mumkin emasmikan. Bu Rolex toza eng nima? Oldin 4-barmoqqa taqarmidingiz? Yo'q, hozir shunchalik sevilmaganman. O'zi shu bu piercing deydi-ku, betga endi nima deydi? Ya'ni bu o'zi bizda O'zi bu barmoqda bo'lgan. Ha, o'zi bu barmoqda Bu bo'lgan. barmoqda bo'lgan, bir-biriga urilar ekanda bular. Mana men qo'li barmog'im bunaqa bo'ldi. Hozir yosh rasmimni ko'ring, qo'limda mana bu turgan shu uzuk turgan bo'ldi. Bor. Nima uchun aytyapman? Ba'zi turmush o'rtoqlar erlariga mana shu uzuklarni taqib yurishga, ya'ni majburlashadi. Siz uylanganingiz ko'chada bilinsin deyshadi. Sizga bunaqa narsa ta'sir o'tkazilmagan bo'lishi mumkin, chunki sizni mashhur insonni oila qurganligini hamma biladi-yu, baribir tashqarida. Shart emas. Shunisi yomon ekan. Shu narsani so'ramoqchiman-da, mashhur insonlarni turmush qurganliklarini hamma biladi va buning minusi nimada? Minusi ham bor, yaxshi tomon. Boshida san'atkorlar bir narsani nima deydi, qaysi urovingga yetish uchun, darajaga yetish uchun harakat qiladi, meni tanishsin deydi, ular ko'chaga chiqadi. Bir xil shu darajaga yetsangiz, keyin bo'ldi, boshqa bironta restorangami, nimagami o'zingiz отдельный bora olmaysiz. Qaysi joylarga nima bilan hech kim gaplar. Bir marta jurnalist, gazeta hozir esimda yo'q. Qaysi nimaga men aytdimki, keling dedim, anaqada bitta joyda kofe ichib, o'sha yerda so'roq gaplashamiz. O'zi ham открыто o'tiribman, biron kvartiraga borganim yo'q, biron o'tiribman, kofe nima qilib ichib, bitta nima kelib, Rushan opam yaxshimi deb uni oldida gapiryapti-da. Men Rushan opamga yetib beraman deydi. Xo'p, aytavering deyman, men jurnalist, masalan deyapman-da. Qo'ldan olding qarorimni, kelibsan nogahon firoq. Ayırding menden yarını, koyup candan arman firoq. Qo'ldan olding qarorimni, kelibsan nogahon firoq. Ayırding menden yarını, koyup candan arman firoq. Ikkalamizdan qaysi birimiz mashhurroqmiz? Мы вдвоем, дорогой. Кто больше слушает? Men ko'pincha eshitaman. Meni qo'shiqlarim orasida sen raqsga tushishni yoqtirmaydiganlaridan bormi? Мне твои все песни нравятся, но какие-то больше. Например, как «Сенсыз». Я ее просто обожаю. Кто часто опаздывает? Я люблю точность. Поэтому Я я тоже не знаю. люблю точность. Никто. Никто? Yoshlikdagi shuhrat yoki hozirgi shuhrat, qaysi biri ko'proq yoqadi? Мы с тобой познакомились и влюбились, когда ты был молодым, и стали одно целое. Поэтому как я могу сказать, ты
ты молодой, нравишься, ты мне весь нравишься, и все. Если тебе говорят про меня, тебе нравится? Yaxshi gapirishsa yoqadi, yomon gapirishsa yoqmaydi. Iltimos qilgan narsani men esimdan chiqarib qo'ysam, jahling chiqadimi? Я просто становлюсь невыносимой. Да. Shu paytdan goroskopi to'g'ri keladi. Если добавить к 20 часам еще 5 часов в сутки, чем бы ты занимался? Uxlardim. Поспал бы? Agar bizni hayotimizni qaysidir musiqa janriga o'xshatadigan bo'lsak, u qaysi musiqa janri bo'lar ekan? Если взять всю линию нашей жизни, и моей в том числе, ну, да, то, мне кажется, там все жанры есть. Все абсолютно. Ну, хорошо. Если бы сняли о нас кино, как бы ты назвал этот фильм? Дракон и красный цветочек. Menga necha foiz ishonasan? Вот поэтому 90% доверяю, а 10 у меня проверочно идет. Ты замечаешь мои ошибки на сцене? Manimcha sahnada bitta man shuni sezsam kerak. Кто из твоих родственников меня любит больше всех? Hamma. Biror narsani bekitsam, sezasanmi? Я почувствую. Man bilan qachon faxrlangansan? Конечно, я горжусь своим супругом. Всегда. Mashhur insonlarning baribir o'ziga yarasha xarakterlari bo'ladi. Rushan opa, ochiqchasiga ayting, mana Shuhrat akamni nimalarga ko'ndirishingiz qiyin yoki sizga nimalarda ruxsat yo'q umuman? Я просто ничего такого не делаю, чтобы можно запретить. Вот скажем так, да, вот. Я человек домашний, меня куда-то даже вывести, даже Шухрату тяжело. Говорю, идем, да, туда, куда-нибудь погуляем или еще. Потому что не, иди сам. иди сам, говорю, я немножко отдохну. Просто мы очень, такая профессия же мы среди людей. Вот, когда танцевала, постоянно среди народа танцевала, да, народу. Вот, сейчас вот у меня это тоже среди студентов постоянно. У меня энергия туда уходит очень много, чтобы лишние движения делать, куда-то пойти там или куда-то что-то. Я прихожу и дома должна немножко отдохнуть. Но нет, мы выходим, конечно, не так. Поэтому лишние какие-то движения, чтобы он запретил, он наоборот говорит, иди встреться с подругами, иди немножко посиди, иди немножко отдохни, говорит. Я говорю, мне здесь хорошо дома. А скучаю, да, вот поэтому, да, мне хочется, вот, видимо, истощается организм, и хочется, я люблю Анталию, конечно, там море теплое, и солнышко, и море теплое, вот немножко. Мы часто выезжали в отпуск в Анталию, именно в отпуск, именно на море. Boshqa davlatlar ham bor. Ну, в принципе, вся Европа, все. Нет, везде. Но скучаете по морю, да, по Анталии. Antaliya bilasizmi nima yoqadi? Bunga ko'pincha Nimaga? akulalar yo'q. Xotirjam, dengizda suzib yuradilar. Shuhrat aka, hozir 25 yosh bo'lib qolsangiz. 25 yosh bo'lib qolsangiz. O'zim bilamanmi? Tanlarmidingiz Rushana Sultonovani qayta? Yo'q, конечно, bu nima bilmayman, bir xarakter nimalarimiz to'g'ri tushgan. Boshidan kelishib olardilar-da Shuhrat akam. Rashq masalasi bo'lmaydi. Fyodor demaysan deb. Fyodor. Вспоминаю я твой взгляд и те дни, где мы вдвоем. Sizningcha sevgi qancha vaqt yashaydi? Я сказал, что любовь 2-3 года, а потом привыкание. Вот видите, как хорошо, что вы этот вопрос задали. Буду знать, сколько любовь живет у моего мужа, а потом привыкание. А мы не услышали ваш ответ. А я сказала, что Всегда, всю жизнь. Потому что любовь, если поселилась, если влюбился человек, то просто подпитка, верность, уважение друг к другу. Вот эта вот подпитка, если есть, то любовь живет
Долго, да? Ну, всю жизнь. А кто больше любит в Всю семье, как жизнь. вы думаете? У кого любовь сильнее? У меня кажется. У которого 2-4 года живет. Нет, я сказала 2-3 года, вот это то, что я уже смотрю чисто... Я uyda разговор bo'ladi. Не, я сказал 2-3 года, это вот такая любовь, а потом любовь тоже есть и привыкание, я сказал. Я любовь тоже есть, а ты вот 20, это, надо правду говорить. Hali ko'rsatuv efirga ketadi. Hali yana shu jumla takrorlanadi. Hali bahs bo'ladi bu mavzuda. Kesilmeydi bu. Olgan o'zingiz yurakka ishq o'tin solgan o'zingiz. Bizda har doimgidek psixolog tashrifi bor va hech qachon psixologga murojaat qilmagansizlar o'zi? Yo'q. Murojaat qilinmagan va hozir ham murojaat qilinmayapti, shunchaki qaysidir o'zlari bilmagan jihatlarni fan tomonidan ochib ko'ramiz. Avvalambor sizlarni как pari sifatida ko'rganimda menda bitta tuyg'u tug'ildi. Uni Telexranik Tansoqchi degan kino bor-ku, Whitney Houston bilan Kevin Costner. U haqiqatan sizlarda menda впечатление shunaqa tug'ildi. Endi kuzatuvlar natijasida Shuhrat aka sizdan boshlaymiz. Yumshoq sochlaringiz o'ta ta'sirchan, yuragiga tez qabul qiladilar, qo'pollikni ko'tara olmaydi. Bir muammo ustida bir necha kun siqilib yurishlari mumkin. Shu qatorda emotsiyalarni yashirishga harakat qiladilar. Doğru, 100%, bu 88%. Ko'z qorachig'i, iris. Qarashingiz bilan xuddiki insonlarning ichini ko'rayotgandek. Shunaqa qobiliyatingiz bor, ammo bu ko'pchilik insonlar sovuqqonlik bilan qarashni qabul qilishi mumkin, lekin ammo bu qarashning orqasida g'amxo'r va mehribon inson turibdi. Shu narsa bor. Zo'r ta'riflar. Ko'proq aqlga tayanasiz, hissiyotlarga emas. Sizga maslahatim ozgina emotsiyalaringizni yuzingizda ko'rsatishga harakat qiling. Siz boshqalar ko'rmaydigan kamchiliklarni ko'rasiz. Ushbu kamchiliklarni boshqalar ko'rmayotganiga gohida hayratda qolasiz. E'tiborsizlik sizni bezovta qiladi. Shu narsa bor. Endi Rushana Sultanova. Tak, Ehtiyot bo'ling, O'zbekiston xalq artisti. bilaman. Yillari qilishim- ilon, yillari ilon. Izochat qilishim natijasida juda bir haqiqatdan xalq artistiga mos yuzlarni ko'rinishlari. Haqiqatdan, chunki har bitta cherta insonni qanaqadir mansabga yoki nimaga yutuqlarga erishishiga sababchi bo'lishi ham mumkin-da, insonni tashqi ko'rinishidagi o'sha ambitsiyalari, o'zini intiluvchanligi ko'rsatib turadi. Xo'p, волосы не жесткие и не мягкие. Хорошо адаптируется к ситуации и легче идет на компромисс. Она понимает особенности других людей и без особых усилий находит способ общения с ними. Иногда скачет настроение, любит громкую музыку, но порой этот грохот кажется ей просто невыносимо. Так, глаза большие, радужки. Охотно идет на контакт и более дружелюбно. Сильное проявление эмоций, сильно сопереживает другим, вплоть до эмоционального истощения. Поэтому люблю море. Ей очень важно слышать от мужа слова любви по несколько раз в день. Ее потребности так высоки не потому, что она не уверена в себе, а потому, что очень эмоциональна. Да. И хочет слышать. Слышишь? Сияющие глаза – сильное обаяние. Конечно, у вас сияющие глаза, на самом деле сильное обаяние. Ular birinchi navbatda san'at bilan bog'lanishgan, keyin oila bilan bog'lanishgan, to'g'rimi? San'at bilan bog'lanishgan bular, san'atni, ijodni bir-birligini to'ldirishligini tushunib yetib, keyin bular hayotini birlashtirishgan va hozirgi kungacha birga mana ijodlarida birga har doim yurishadi. Больше и больше любви признаваться. Это не для того, чтобы вот этот из-за самооценки низкой. Нет, это свойственные. Свойственные. Слышала? Я-то слышу.
Самое главное, ты Siz услышь. eshitding Самое главное, asosiysi. ты услышь. Narsalar shunda ko'p gapirsa oxirida da deydi-ku. Sizda qanaqa, ya'ni sevgini erkak kishi hayot davomida isbotlab turish kerakmi yaxshi ko'rishini ayoliga? O'zi menimcha sezilsa kerak, bilmadim. Endi isbotlab endi e'tibor bo'lib turish kerak deyman. O'sha isbotlash. Xo'p, e'tiborni aniqroq aytaylik. Ya'ni siz e'tiborni ko'proq nimalarda ko'rsatasiz? Ya'ni har kuni gul olib kelasizmi yoki qo'shiq kuylab berasizmi yoki ularni har kuni shirinlik Shunchaki g'amxo'rlik bo'lsa kerak. Shirinlik olib kelishi mumkin, gul kamdan kam. O'zi chunki постоянно gul berishadi, bu gul уже nima bo'ldi. Lekin gulni yaxshi ko'radi, anaqa gullarni. Nima deydi? Огород, горшокli gullarni yaxshi ko'radi. Я люблю, чтобы растение росло. Rasteniya. Ага, чтобы Shu цветы birovni огорodiga ham gul росли, eksam deydi-da. всегда цвели, U ruxsat всегда bermasa ham жили. Xo'p, savolni boshqacharoq beraman. Mana kecha shirinlik olib keldim, Namanganda haligacha ham maza voy taklif, spasibo deb nima qilib o'tiribdi mana. Masalan, buni nimasini bilish kerak. Har bitta ayolni o'zini nima yaxshi ko'rishini bilish kerak. O'sha e'tibor. Farzandlar haqida gaplashaylik. Nevaralaringiz ham bor, farzandlar nabira ham bor. O'g'lingiz bor. Ikkita qiz, bitta o'g'il. Hozircha ikkita qizdan 6 ta nabiralari bor va o'g'il hali uylanmagan. Endi hozir qiz qidirilyapti. Yo'q. Aha. Hop, Rushan opa, sizni keliningiz qanaqa bo'lishi kerak? O'zingizga o'xshagan bo'lishi kerakmi? Qanday bo'lishi kerak? Raqqosaga Зульфику, uylansa-chi? какая невеста должна быть? Может ли она быть танцовщицей? Вы знаете, мне самое главное, чтобы они любили друг друга. Вот вы говорите, любовь, скука. Чтобы они любили друг друга, уважали друг друга, ценили. Потому что любовь и нас, конечно, уважали и ценили. Будут друг друга любить, уважать, и нас тоже. Rushan Я так aytadi, думаю. kelinlik hech narsasi kerak emas. Uy bor, o'g'ilda mashina bor, уже uyi tayyor. Ertalab endi bilmayman kimki menga yomon ko'rib qolishmasa, erta 5 ta sipirish kerak emas. Nima qilish kerak emas. Shuna kelib yashasa, tayyor uyiga o'sha yerga borib baxtli bo'lsa bo'ladi. Aha, yaxshi qaynona bo'lasiz. Ha. Да, я хорошая буду. Дай Бог. Qanchalik tez-tez hozir sevgi izhor qilib turibsiz rafiqangizga? Chunki hozir biz guldasta taqdim etamiz va siz uni muhabbat izhori bilan taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Xohlasangiz qo'shiq qilib ijro eting, xohlasangiz so'zlar bilan ayting, xohlasangiz ko'zlar Yo'q, bilan o'zi bitta gapiring. savol beraylik. Shuhrat aka, qo'shiqlaringiz orasida ayolingizga atalgan bittasi bormi? Qanaqadir shu uchun yozilgan, tijorat uchun emas, muxlislar uchun emas, faqat Rushana Sultonova uchun yozilgani bormi? Bor. Mana sensiz, yolg'on bular boshi. O'zi qabul qilmagan ashular o'ziga kelib tushgan. O'sha biror joyda chiqsam ham, "Men buni aytaymi?" desa, "Yo'q, men buni aytgin" deydi. Aha. Bugun sizga topshirasiz. Рушаночка, смотри, какие красивые цветы. На тебя они похожи, кстати. Вот, от чистого сердца тебе хочу вручить эти цветы, как песню посвятил «Сенсіз яшаш бефайда». Спасибо. Очень приятно. Baxtli bo'linglar.